Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Biz sizga o'zbek hamda jahon sahnida ro'y berayotgan eng sara yangiliklarni birinchilardan bo'lib taqdim etamiz. Hurmatli tomoshabin, bugun 30-noyabr kuni aynan sizning viloyatingizda qanday ob-havo bo'lishini bilishni istasangiz, video davomida like tugmasini bosib qo'ying. Bugun 30-noyabr kuni Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-2 daraja iliq, kunduzi esa 11-13 daraja iliq atrofida bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi kutilmoqda. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi esa 5-10 daraja iliq atrofida bo'ladi. Buxoro hamda Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 4 daraja sovuq, 1 daraja iliqni, kunduzi esa 10-15 daraja iliqni tashkil etadi. Toshkent, Samarqand, Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushish ehtimoli mavjud. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq, kunduzi esa 10-15 daraja iliq atrofida bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, ba'zi joylarda 2 darajagacha sovuq, kunduzi esa 12-17 daraja iliq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq, kunduzi esa 8-13 daraja iliq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, ba'zi joylarda 2 daraja sovuq, kunduzi esa 5-10 daraja iliq atrofida bo'ladi. Barcha fuqarolardan yo'lda harakatlanadigan avtotransport vositalari bor tanishlaringizdan erta tongda hamda tuman tushganida harakatlanish qoidalariga jiddiy rioya qilishlarini hamda ogoh bo'lishlarini, bunday ob-havoda iloji boricha tezlikni oshirmasliklarini so'rab qolamiz. Videorolik keng ommaga tarqalishi uchun o'z hissangizni qo'shishni yodingizdan chiqarmang.